O'tgan darsda sizlar bilan simple sentences haqida gaplashib o'tdik, to'g'rimi? Keyin compound sentences nimaligini tushuntirdim. Keyin bugungi o'tadigan mavzuyimiz complex sentences bo'ladi. O'sha murakkab gap turlari qanaqa bo'ladi? Hop, just a second. Qaraymiz, simple sentenceda odatda o'zi nima bo'ladi deganmiz? There is only one subject deganmiz, to'g'rimi? Bitta ega bo'ladi deganmiz and one verb. Bitta ega, bitta kesim bo'ladi deganmiz, to'g'rimi? Bu simple sentenceda shunaqa bo'ladi. Endi qarang. Simple sentenceda bitta ega, bitta kesim bo'ladi deb o'rgatdik. Misol uchun bunga gap yozib qo'yadigan bo'lsak, I am o'tgan safargi nima? Example, I am doing homework debman mana. Men uyga vazifam qilyapman. Bu yerda ko'ryapsizlar, gapda bitta kesim bilan bitta nima ega bor. I shu gapda egasi bo'lyapti, am doing nima? Gapda kesma bo'lyapti. Shu simple sentence'da bo'ladi deganmiz. To'g'rimi? Endi qaranglar. Compound sentence nima bo'ladi desak, shuni aytib qo'yapman, fanboys. O'tgan safar fanboys nimaligini tushuntirdim, to'g'rimi? Shular orqali gaplar tuziladi. Endi bu coordinating conjunction deb nomlaymiz o'z aslida dedim, to'g'rimi? Buni linker deb atab olsanglar bo'ladi dedim. Endi fanboys deb bu yerda F for bo'lyapti, A and nor, B but, O or, Y yet, S so bo'lyapti dedik. Bunga ham gap yozib ko'rdik, to'g'rimi? Endi qarang, complex sentence qanaqa bo'ladi? Complex sentence. Endi buni qonun qoidasiga keladigan bo'lsak, complex sentencelarda o'zi there are two clause bo'ladi. Ikkita gap bo'ladi. Endi ulardan biri dependent va ikkinchisi independent clauselar bo'ladi. Endi mustaqil, nomustaqil gaplar deymiz. Clause. Endi bu yerda clause deb qo'yapman. Dependent va independent clause bo'ladi. Endi xo'p, dependent va independent clause farqi nima? Kelinglar, shuni ham birga tushunib ketamiz, okay? Endi qarang. O'zi dependent bilan independent clause o'zi birgalikda keladi. Shu ikkala gap orqali biz complex sentence hosil qilamiz. O'rtasida nimasi bo'ladi buni? Linkers deb yozib qo'yapman. Endi buni adabiy nomi nima? Subordinating conjunctions deb qo'yadi. Conjunctions. Subordinating conjunctions orqali biz dependent independent clause qo'shib qanaqa gap hosil qilamiz? Complex sentence hosil qilamiz. Murakkab gaplarni hosil qilamiz. Endi subordinating conjunctionga nima kirib ketadi bunga? Subordinating conjunctionsga o'sha kirib ketadi. Hamma biladi, when, after, yoki da bo'lmasam because, yoki da bo'lmasam also va hokazo ketaveradi, okay? Shularni subordinating conjunctions deydi. Xullas shularni qo'shib independent bilan dependent o'rtasiga murakkab gaplarni hosil qilamiz. Complex sentence hosil qilamiz, okay? Endi qarang. Shu yerda gap yozaman, ko'ramiz. Complex sentence o'zi bu, to'g'rimi? Qarang. Endi bitta gap yozyapman, qarang. Also birinchi strukturasini yozib ko'raylik. Structure. Endi complex sentence'da strukturasi qanaqa bo'ladi? Qarang. One clause plus linker plus one clause deyapman. Xoh bir tomon dependent bo'lsa, xoh independent bo'lsa, yoki da bo'lmasam birinchi gap boshlayotgan gapingiz dependent bilan bo'lsa, ikkinchi gapingiz independent clause mustaqil gap bilan bo'ladi. Yoki da bo'lmasam birinchi independent clause qo'yasiz, ikkinchi gapga dependent clause qo'yasiz. O'rtada faqat nima bo'lish kerak deyapman? Linker bo'lish kerak deyapman. Qarang, shuni bo'yab olaylik birinchi. Hop, buni yashil qilamiz. Buni допустим ko'k qilib turaylik. Hop. Qarang, bitta gap yozyapman. Also it was raining
we did not stop walking. Nima deyapti? Gap garchi yomg'ir yog'ayotgan bo'lsa-da, biz o'sha yurishni to'xtatmadik. O'sha yurib ketardik deyapman. Bu yerda ko'ryapsizlar, bu linker kelyapti. Also, to'g'rimi? Shu yerda linker, bu yerda birinchi gapni boshida ham kelishi mumkin-da linker. Gapni o'rtasida kelishini ham ko'ramiz. Also, it was raining mana. It was raining. Bu yerda bitta gap bo'lyapti. Bu yerda dependent clause bo'lyapti. It was raining. We didn't stop walking. Independent clause bo'lyapti. Xo'p, buni siz qanday ajratib olyapsiz dependent bilan independentni deydigan bo'lsangiz, qarang. Shu yerda bitta qoida yozib ketyapman. Dependent clause always come after linkers deyapman. Qarang. Nomustaqil gaplar faqat linkerdan keyin keladi. Okay? Linkerdan keyin kelgan gapingiz doim dependent clause bo'lishi kerak. Bu yerda ko'ryapsiz, also bu yerda gapning linkeri bo'lyaptimi, bog'lovchisi, undan keyin it was raining bo'lyaptimi? Shu it was raining degan tomoni dependent clause bo'lyapti. Chunki linkerdan keyin kelyapti. Buni ko'rdik. Independent clause nima bo'ladi? Independent clause always starts with subject deyapman. To'g'ridan to'g'ri ega bilan boshlanib ketadi independent clause. Masalan, ko'ryapsiz, we gapning egasi bo'lyapti, didn't stop walking. Shu independent clause, mustaqil gap bo'lyapti. Endi bular dependent bilan independent clause yana bitta farqi bu yerda nima? Independent clause can come themselves deyapman. Alone. Independent clause'lar doim o'zi gapda bitta o'zi kela oladi. Ya'ni ma'no anglatadi. O'sha kelgan gapda ma'no bo'ladi. Misol uchun, qarang, bitta gap yozyapman. Mana we were watching TV deyapman. Biz televizor ko'ryapmiz deyapman. We were watching TV. Ma'no kasb etyaptimi? We were watching TV desiz, biz televizor ko'ryapmiz. O'sha ma'no bor, gapning egasi bor, kesimi bor. Shu independent clause. Gapni o'zi, shuni o'zini qo'yib qo'ysangiz, ma'no kasb etadi bu. Ha, bu gap deya olasiz. Endi qarang. Dependent clause cannot make sense deyapman. Ma'no kasb eta olmaydi bu. Ma'no kasb eta olmaydi, gapni o'zi kela olmaydi. Misol uchun qarang, because'li gap. Because I was tired. Masalan, yozyapman. Because I was tired. Charchaganim sababli deyapti bu yerda gapning ma'nosi, to'g'rimi? Charchaganim sababli. Endi charchaganim sababli desangiz, gapda ma'no chiqyaptimi? Gap to'liq ma'nosi bormi? Yo'q. Bundan keyin bitta gap kelish kerak. Because I was tired. Charchaganim sababli deyapti, gap to'xtab qolyapti. Tushunmaysiz nima deyotganini. Nima oldi charchagani sababli? Uxladi bo'lishi mumkin yoki da bo'lmasam dam oldi deyishi mumkin. Charchagani sababli biz bilan aylangani chiqmadi. Xullas, bundan keyin bitta gap kelish kerak. O'zi ma'no kasb etmaydi bu. Okay? Shu dependent clause bo'ladi. O'sha meaning bo'yicha farqida bu independent bilan dependent clause meaning bo'yicha farqi shu. Ikkinchi kelish bo'yicha farqi nima? Shuni tushunib oldik. Dependent clause doim linkerlardan keyin keladi dedik, to'g'rimi? Linkerdan keyin keladi. Independent clause-chi nima bilan boshlanadi? Ega bilan boshlanadi, to'g'ridan to'g'ri dedik. Keyin independent clause'lar doim o'zi gapda bir o'zi kela oladi, ma'no kasb etadi. Dependent clause'lar ma'no kasb etmaydi, bitta o'zi kela olmaydi gapda. Okay? Masalan, qarang. Tepada also it was raining, we didn't stop walking dedim. Buni gapni boshiga kelib qoldi linker. O'rtasida kelsa nima bo'ladi? Qarang. Birinchi o'zi independent clause qilib gap tuzaylik. Qarang. Struktura yozyapman. Independent plus nima deylik? Linker plus dependent clause deyapman. Dependent clause. Birinchi mustaqil gap bilan boshlaylik, o'rtada linker bo'lsin, undan keyin dependent clause bo'lsin. Qarang, shu independentni yana bo'yab olyapman. Linkerni sariq qiladigan bo'lsam, dependent clause nima qilaman? Pushti qilib qo'yapman, qarang. Bitta gap. Masalan, I cannot
I cannot do my homework. I cannot aytaylik do chores because I do not have energy deyapman. Qarang, men do chores degan so'z bor. Nima bu? Uy ishlari degani. Housework deganda bu. Uy ishlari. Masalan, kir yuvish, pol artish, idish tovoq yuvish, xullas hammasini do chores deb qo'ysak bo'ladi. Chang artish, okay? I cannot do chores bu yerda nima bo'lyapti? Independent clause bo'lyapti. Agar gapda shuni o'zini qo'yib qo'yadigan bo'lsam, ma'no kasb etadi. Men uy ishlarini qila olmayman. Gapda o'zi kela olmaydi. To'g'rimi? Men uyga vazifa qila olmayman. Nima qila olmaysan? O'sha uy ishlarini qila olmayman deyapti. Endi qarang, because bu yerda linker bo'lyapti, gapda linkeri. Keyin I do not have energy. Meni nima energiyam, ya'ni kuchim yo'q deyapti. Because I do not have energy, bu yerda nima bo'lyapti? I do not have energy dependent clause bo'lyapti. Nomustaqil gap bo'lyapti. Chunki nima? Linkerdan keyin kelyapti bu gap. Ko'ryapsizlar, tepada aytganman. Dependent clause doim linkerlardan keyin keladi deyapman. Shu yerda gapning linkeri nima? Because bog'lovchi, ya'ni because bo'lyapti. Undan keyin dependent clause qo'yapman. Boshida boshlangan gapim independent clause bo'lyapti, chunki nima to'g'ridan to'g'ri ega bilan boshlanib ketyapti gapim. Shunaqa qilib farqlab olasizlar. Birinchi strukturasi shunaqa yoki bir nima? Linkerlarni oldiga olib chiqib qo'ysak qanaqa bo'ladi? Keyin shu yerda e'tibor beringlar. Shu gapimni ko'chirayta. Shu gapni ko'chirdim. Qarang. Shu ikkala gapni o'rtasidagi farq nima? O'rtasidagi farq nima bor? O'rtada vergul bor, bunisida yo'q. Nimaga shunaqa bo'lyapti? Shuni bilib olinglar, doim boshqa gapingiz linker bilan boshlanadigan bo'lsa, o'rtada vergul qo'yasiz. Agarda linker bilan boshlanmasdan mustaqil gap bilan boshlansa, undan keyin linker kelsa, vergul qo'ymaymiz. Ikkinchi gapda boshda linker keluvdi, o'rtada vergul qo'ydim. Yoki da bo'lmasam bitta gap yozyapman shunga ham qarang. Nima? Because I studied hard, I passed the exam deyapman. Nima bo'lyapti bu yerda? Qattiq o'qiganim tufayli imtihonlarimni topshirdim. Ko'ryapsizlar, bu yerda gap linker bilan boshlandi, boshda to'g'rimi? Linker bilan boshlandi, o'rtada vergul bor. Undan keyin gapim nima? Independent clause bo'lyapti. Mustaqil gap kelyapti. Agarda shu gapni o'zini olib tursam, mana masalan, misol tasavvur qiling, bu gap yo'q. Bu gap yo'q. I passed the exam. Men imtihonlarni topshirdim. Ma'no kasb etyaptimi o'zi? Ha. Nima qildim? Imtihonni topshirdi. Kim topshirdi? Men topshirdim. Nima qildim? Imtihonni topshirdim. Ma'no kasb etyapti. Endi buni qarang. I passed the exam da olib tursak, o'chirib yuborsam shu yerdan. Shu gapni o'zini o'chirib yuborsam, qarang. Because I studied hard, gap bo'lib kela oladimi o'zi? Yo'q. Yaxshi o'qiganim tufayli gap to'xtab qolyapti, ma'no chiqmayapti. Bundan keyin bironta bir gap kelish kerak. Yaxshi o'qiganingiz tufayli nima qildingiz? Imtihoningizni topshirdingiz yoki da bo'lmasa bilimlaringiz oshdi deyishingiz kerak bo'lyapti. Xullas, dependent clause o'zi keladigan bo'lsa, ma'no kasb etmaydi, gap to'liq bo'lmaydi. Lekin shuni oldiga bitta gap qo'shib qo'ysam independent, nima bo'lyapti? Ma'no chiqyapti. Because I studied hard, I passed the exam. Shunaqa strukturada keladi. Yoki da bo'lmasam bitta gap yozaylik yana. Nima? When I came home deyapman. My mom was cooking dinner. Qachonki men uyga kelganimda onam nima qilyotgandi? Kechki ovqatni tayyorlayotgandi deyapti. Ko'ryapsizlar, bu yerda linker birinchi keldi, o'rtada nima bor? Vergul bor. Undan keyin gapim independent clause bo'lyapti. Mustaqil gap bo'lyapti. Boshda kelgan gap, linkerdan keyin kelgan gap nima bo'ladi dedim? Dependent clause, ya'ni nomustaqil gap bo'ladi dedim. Shunaqa holatlarda kelsa bo'ladi. Agar shuni shu gapni bosh gap chiqib qo'ysangiz ham bo'laveradi-da, masalan. Tepada ham ko'rdik-ku, yana aytyapman, qarang. My mom was cooking dinner when I
came home deyapman. Men uyga onam ovqat pishiryapti, kechki ovqat pishiryapti, men uyga kelganimda deyapsiz. Endi bu yerda farq nima? O'rtada vergul yo'q, chunki linker gapni o'rtasiga kelyapti. Gapni boshida linker kelsa, o'rtada vergul bo'ladi dedim. Gapni o'rtasida linker kelsa, o'rtada vergul bo'lmaydi. Birinchi gapim independent bo'lyapti bu yerda, ikkinchisi dependent bo'lyapti. Chunki linkerdan keyin gap kelyapti. Tepadagisida ham linkerdan keyin gap kelyapti, dependent clause, o'rtada vergul bor, bu yog'i independent clause bo'lyapti. Farqini tushunyapsizlar-a? Shunaqa bo'ladi. Strukturasi shu, complex sentence. Masalan, o'zi because menimcha masalan when shu linkerlarni olaylik-da, mana when yokida bo'lmasam because mana. Shular A1 levelli so'z bo'lsa kerak menimcha. To'g'rimi? Ko'raylik-da. Qarang. Because. Mana A1 levelli so'z. For the reason that. A1 levelli so'z. Yokida bo'lmasam when mana. When ham A1 levelli so'z. At what time? At the time at which. Yokida bo'lmasam just. Aytaylik also. Bu ham B1 levelli so'z ekan. Despite the fact that. Garchi degan ma'nosi. Ko'ryapsizlar, hammasi A1 levelli, B1 levelli so'zlar, to'g'rimi? Keyin agarda biz shu struktura bilan, grammatik struktura bilan gap tuzsak, because'larni ishlatib, shu 7 balli grammatikada bu ham balandroq ball qo'yib beradi. Chunki siz complex sentence ishlatyapti bola deydi examiner. Okay? Ishlatyapti ekan, bilar ekan, independent bilan dependent clause farqini bilar ekan, shularni qo'shib grammatika gap tuzyapti, grammatikasi yaxshi ekan deb. Masalan, 7 balli grammatikada shu ham because'larni o'zi A1 levelli so'z bo'lsa ham, shunaqa strukturalarda grammatikada gap tuzsangiz, masalan 7 balli structure bu ham, grammar structure. Okay? Shunaqa qilib gap tuzishni o'rganinglar, katta foyda beradi, writingda qo'llanglar. Okay? Keyin buni tushuntirdim. Keyingi darsimizga complex compound sentence, murakkab qo'shma gaplarni o'tamiz. Bugun complex sentence o'tdik. Grammatika kurs plan bo'yicha ketyapti darslar, okay? Birma-bir ko'rib boringlar, vazifalar tashlab qo'yaman bunga. Menimcha kanalda ham dependent independent clause nimaligi haqida dars o'tdim shekilli. Dependent mana birinchi o'tgan darsim shu bo'lgan ekan o'zi. Buni ham ko'rib qo'yinglar, dependent independent clause nima? 0 dan tushuntirganman. Ikkalasini farqi nima? Okay? Shuni ham ko'rib qo'ysanglar foydali bo'ladi. Keyin bu darsimdan tashqari yana bitta ingliz tili o'tishda opamizda o'tgan darsi bor. Shuni ham tashlab qo'yaman kanalga, okay? Darsni ko'ringlar, foydalaninglar, writing, speakingni qo'llashga harakat qilinglar. Shu yerda bormidi ekan? Mixed conditionals, participle clause, cleft. Mana. Shu opamizning darsi. Buni ham ko'rib qo'yinglar, foydali bo'ladi. Okay? Tashlab qo'ydim. Hozir o'tgan darsimizni ham tez orada recordingini tashlayman, okay?